Termiz shahrida 5 tashabbus olimpiadasi dasturidan o'rin olgan kurash bo'yicha bosh prokuror kubogi musobaqasining shahar bosqichi o'tkazildi. Ushbu tadbir shahar prokuraturasi tomonidan Yoshlar ishlari agentligi shahar bo'limi va sport maktabi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Aytish kerak, 5 tashabbus olimpiadasi tizimida o'tkazilayotgan musobaqalar qamrovi yildan yilga ortmoqda. Xususan milliy sportimiz, qadriyatlarimizning ajralmas qismi bo'lgan kurash bellashuvlari ham mahalla yoshlarining eng qiziqarli sport turlaridan biriga aylanib bormoqda. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan bosh prokuror kubogi musobaqasining Termiz shahar bosqichida hududdagi barcha mahallalarda istiqomat qiluvchi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar ishtirok etishdi. Dastlab tadbirda so'z olganlar tomonidan mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportning ommaviyligini oshirish, aholi ayniqsa mahallalardagi yoshlar o'rtasida keng targ'ib qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ta'kidlandi. Ayniqsa 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarining tashkil qilinayotgani alohida e'tirof etildi. Musobaqa davomida havaskor kurashchilar jami 9 ta vazn toifasida qatnashdi. Xususan yigitlar 5 ta vaznda 66, 73, 81, 90 va 90 kilogramdan yuqori hamda qizlar 4 ta vaznda 48, 57, 70, 80 kilogram vazn toifalarida o'zaro bellashdilar. Ko'tarinki kayfiyatda hamma xursand, minnatdor. Bundan ko'zlangan maqsad yoshlarimizning ommaviy sportga keng jalb qilinishi, bo'sh vaqtlarning mazmunli o'tkazilishi ko'zlangan. Termiz shahrida bunday tadbirlar muntazam ravishda o'tkazilib kelmoqda. Musobaqa murosasiz va qiziqarli ruhda o'tdi. Gilamda o'z abjirligi va mahoratini ko'rsatgan kurashchilar, tomoshabinlar olqishlari va hakamlarning yuqori baholariga sazovor bo'ldilar. Bellashuvlarda o'z vazn toifasida g'olib chiqqan ishtirokchilar musobaqaning viloyat bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdilar. Biz Qoraqalpog'iston Respublikasida ham kurashib, yuqori natijalarga erishib kelganmiz. Bugun ham mana shu musobaqaga qatnashyapmiz. Mana shunday musobaqalar ko'proq bo'lsa, bizda yuqori natijalar yaxshi bo'ladi, kurashimiz zo'r bo'ladi. Musobaqada o'zimiz imkoniyatlarimizni ochib boryapmiz. Biz katta-katta musobaqalarga tayyorlanyapmiz. Musobaqa yakunida taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda g'olib va sovrindor bo'lgan ishtirokchilarga tashkilotchilarning medal, diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Bu kabi ommaviy sport musobaqalarining o'tkazilayotgani ko'plab iqtidorli sportchi yoshlarni kashf etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.